O'zi biladi, kimga ikkinchi xotin bo'lib tekkanini. Luiza Rasulova Dilnoza Kubayeva unga o'rnak bo'la olmasligini aytdi. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va shou biznes xabarlaridan bexabar qolib ketmang. Luiza Rasulova o'zining Instagram sahifasiga jurnalist Sardor Karimov sayyod.com rahbariga murojaat tarzida olingan videoni joylab, unda bir qancha aktrisalar, jumladan Dilnoza Kubayevani keskin tanqid qildi. Aktrisa so'z boshida Sardor Komilov bilan bo'lgan voqeani aytib o'tgan. Assalomu alaykum, hurmatli Sardor aka. Bu murojaatim sizga to'g'ridan-to'g'ri yetib boradi degan umiddaman. Sizga o'xshab qalam orqasiga berkinib yoki Instagramdan sherlik qilib, ayollar bilan urushib, ismimni hattoki yozmabsiz. Kimga tegishli ekanligi menga yetib keldi. Men sizga to'g'ridan-to'g'ri ismingizni aytib murojaat qilyapman. Ichingizda shuncha dardingiz bor ekan, nima uchun o'sha kuni meni ko'rib shuni aytmadingiz? Nima uchun yuzimga aytmadingiz? Qochib ketdingiz xotinlarga o'xshab. Agar shu nomusimga tegadigan gaplaringizni yuzimga aytganingizda, men tarsaki tushirar edim, solardim aylantirib. Nima uchun aytmadingiz? Erkaksiz-ku, to'g'rimi? Shuningdek, Luiza Rasulova Sardor Komilov unga qiyos qilib ko'rsatgan aktrisalar, jumladan Dilnoza Kubayevani tanqid qilib, ular unga o'rnak bo'la olmasligini ta'kidlagan. Siz nimalar deb tashlabsiz meni? Qanaqadir aktrisalarga qiyoslagansiz? Dilnoza Kubayeva yoki aytib o'tgan aktrisalalaringizga meni qiyoslab o'tirmang. Ular men uchun primer emas. Dilnoza Kubayevaga keladigan bo'lsak, o'zi biladi menga kim ekanligini, kim bo'lishimni va kimga nechinchi xotin bo'lib tekkanini. Xohlasangiz intervyu qilib so'rab oling. Yana aytaman, ular menga primer emas, o'rnak bo'ladigan. O'rnak qilmoqchi bo'lsangiz, shunga arziydigan insonlarni gapiring. Siz o'zingiz avval o'rnak emassiz. Avval pichoqni o'zingga ur, og'rimasa birovga. Yana ko'p aktrisalar haqida gapirgansiz. Ya'ni qiyoslab, xuddi ular gul, men esa balchiqdan chiqqanman. Sanab o'tgan aktrisalalaringizning birortasi 17-18 yoshli vaqtimda sizning loyihalaringizga borib yurganimda umuman kelmagan. Siz bilasiz buni. Qachondir ketini kovlab yurgan insonlaringizni hozir menga o'rnak qilib ko'rsatyapsizmi? Sizni hurmat qilmay qo'yganimning sababi ham shunki, xotinlardan battarsiz, ulardan battar shallaqsiz. Ular bilan olishasiz, nimasinidir kovlaysiz. Sizga kim qo'yibdi kovlashni? Qachonlardir Yulduz Usmonovaning ham yopiq taqdimotida ishtirok etganman. Yig'lab men ham dardimni aytganman. O'sha yopiq taqdimotlarni o'tkazib, Yulduz opa yaxshi bo'lib yurgan payti, u bilan yaxshi bo'lib yurgan hamma yaxshi edi. Yulduz opa bilan ham urushdingiz-ku, kovlab kerakmas narsalarni aytdingiz. Vaholanki, o'sha inson jurnalistlar ichida bitta sizni tan olardi. Siz o'sha insonni yaxshi ko'rib hurmat qilardingiz. Shuningdek, Luiza Rasulova unga o'rnak qilib ko'rsatilgan birorta aktrisa xalqqa yordam bermasligini, birortasining ham shaxsiy fondi yo'q ekanligini alohida ta'kidlab o'tgan. Meni fohishaga chiqarib qo'yibsiz. Siz menga qaysidir aktrisalarni o'rnak qilib ko'rsatmang. Xo'p, aytingchi, menga o'rnak qilib ko'rsatgan qaysi bir aktrisalaringizning shaxsiy fondi bor? Qaysi biri odamlarga yordam ko'rsatmoqda? Hammasi o'zining cho'ntagiga uradi. Sanab o'tganlaringiz sipo kiyinib xalqqa yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin ularning ham o'ziga yarasha tarixi bor. Menga ularni o'rnak qilib ko'rsatmang, deydi aktrisa so'zining oxirida.